kompaniyalarning ichida o'zini xodimlariga korporativ etikani o'rgatadigan kompaniyalar bu juda ham kam. Men juda ham kam uchratganman ochig'i. O'ta kamdan kam, bilmadim, 10 tadan bittadir, 10 tadan ikkitadir. Mana shunaqa xullas. Juda ham kam. Ko'plari o'rgatishmaydi, bilmadim, balkim korporativ etika nimaligini balkim menimcha o'zligi ham yaxshi bilishmasa kerak. Hattoki xizmat ko'rsatish yoki servis bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalar ham bu narsalarni o'rgatishi, ya'ni korporativ etikani o'zini xodimlariga o'rgatishni nimagadir ep ko'rishmaydi. Ja borsa maksimum shu otalar so'zidagi o'sha nasihatlarga o'xshab klientlar bilan yomon gaplashmanglar, qo'pol gaplashmanglar, so'ksa so'kmanglar, tepsa mayli so'kinglar, tepsa tepmanglar deb, xullas mana shunaqa bir juda ham qanaqadir sayoz qaraladi bu narsaga. Har bir kompaniyada aslida o'sha korporativ etika birinchi o'rinda o'rgatilishi shart bu. Shart. Eng nima deydi, ustuvor vazifalardan qilib belgilanishi kerak. Mijozlar bilan qanaqa ishlash kerak, ularga qanaqa gapirish kerak, qanaqa muomala qilish kerak, nima desa nima qilish kerak, masalan, to'polon qilsa nima qilish kerak. Shu narsalarni o'sha mutaxassislarni kerak bo'lsa chaqirtirib o'rgatish kerak. O'sha ustavlariga ichki qonun qoidalariga mana shu narsalarni kiritib qo'yish kerak. O'sha xodimlar bilan o'sha трудовой договорlarga, mehnat shartnomalariga ham o'sha xodimlarning vazifalari deganda korporativ etikani bilishi, o'rganish shart. Kompaniya tomonidan o'rgatilayotgan narsalar va o'sha talablarni bajarishi shart deb shu narsa konkretniy kiritib qo'ygan bo'lish kerak. Korporativ etika bu o'sha kompaniyani yuzi hisoblanadi. Ya'ni kompaniyani bitta xodimi ham sal qo'polroq, sal nimaroq ko'rinsa bo'ldi. Butun kompaniya o'sha insonning ko'ziga shunaqa ko'rinadi. Insonlarda xuddi shunaqa gavdalanadi. Bu o'sha kompaniyani reytingiga juda ham ta'sir qiladi. Keyin ikkinchi yana bitta minus jihati sarafon marketing degan narsa bor. Bitta odam xafa bo'ldi-yu, bu bilan nima bo'lardi? Osmon uzilib yerga tusharmidi deb o'ylashadi ayrimlar, lekin bu juda ham katta xato. Sarafon marketing. Mana bu qanaqa ishlaydi? Bu o'sha xafa bo'lgan odam keyin o'zini atrofidagilarga aytadi. Mana shu kompaniya bo'lmas ekan. Bularda xizmat ko'rsatish, servis nol ekan, bir tiyin ekan deb 5 ta tanishiga aytsa, ular o'sha odamga ishonishadi. U 5 ta odam keyin qo'shib, chatib, sal buzib, boshqa qilib nechta odamlarga yetishi mumkin va bu narsa ozgina vaqtdan keyin o'sha kompaniyani nomi qaysidir bir necha o'nlab odamlarga yomonotliq bo'lib yetib borish uchun xizmat qiladi. Mana shu tomonlama juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Korporativ etikani mahkam ushlash kerak.